Assalomu alaykum, aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan logaritm tengsizliklar mavzusini o'tamiz. Bizga bu mavzu juda ham kerakli mavzu. Biz tanishib o'tganmiz logaritm tengsizliklarini, tengsizlik haqida. Bugun sizlar bilan endi logaritm tengsizliklarini o'tamiz. Xo'sh, bizga logaritm tengsizliklari nima? Xo'sh, logaritm tengsizliklarini ishlashda bizda ikkitagina muhim qoida yoki xossa desak ham bo'ladi. Shu ikkitagina xossamizni bilib olsak, logaritm tengsizlikni ishlashda umuman muammo bo'lmaydi. Xo'sh, masalan birinchisi. Logaritm agar a asosiga ko'ra f(x) katta logaritm a asosiga ko'ra jx bo'lsa, bu holatimizda fx'imiz katta jx'dan deb olamiz. jx'dan katta deb olamiz. Keyin mana bunga qaraymiz. Agar fx'imiz jx'dan katta bo'lib qoldimi, o'sha kichigini biz jx'ni katta noldan deb qo'yamiz. Katta noldan deb qo'yamiz. Mana shu bizga tenglamamizni yechishga yetarli. Logaritm tenglamalarini, tengsizliklarni yechishda juda ham katta o'rin tutadi. Xo'sh, buni bilib oldik. Endi ikkinchisi, bu holatimiz yozish esdan chiqib qolibdi. A katta birdan bo'lgan shartga bu o'rinlik. A bizga asosimiz birdan katta bo'lsa bilamiz, funksiyamiz nima bo'ladi? Logaritm o'suvchi bo'ladi. Xo'sh, ikkinchisi, agar logaritm a asosiga ko'ra fx, masalan, katta logaritm a asosiga ko'ra jx dan bo'lib, bu holatimiz tengli bo'lsin, mayli, xohlagan holatda, agar a'imiz, asosimiz endi 0 u 1 oraliqda bo'lsa, bu funksiyamizning ko'rsatkichlari, mana bu ko'rsatkich, mana bu ko'rsatkichlari o'zini yozib olamiz. Mana bu tengsizlik ishorasi bu yoqqa qaraydi. Bu yoqqa qarab, endi fx kichik yoki teng jx dan bo'ladi. Endi yana bitta boyagi holatimizni ko'ramiz. Endi bizga jx kattami, fxmi? Bizga jx katta turibdimi? Uning kichigini, bizga jx kichikroq turibdi, chunki jxdan fxdan jx katta degan. Ikkinchi holatimiz, endi fxni biz katta noldan deb ishlaymiz. Mana bu bizga shunaqa 0 u 1 oraliqdagi logaritm uchun juda o'rinlik bo'ladi. Kerakli bizga qoida. Mana shu ikkita qoida xossa yetarli bizga. Xo'sh, endi misollar ko'rsak, masalan, bizga logaritm masalan 2 asosga ko'ra x plus 5 katta, masalan 0 dan bo'lsin. Biz tenglamani yechishda mana bu 2 ni mana daraja asosiga tushirib, darajaga 0 ni chiqarib yuborar edik. Endi u holatdan ham qachon logaritm 0 ga teng? Mana bu asosni olishimiz kerak. Logaritm buni 2 asosga ko'ra 2 ning 0-si desam 0 oldiga chiqadida, logaritm 2 asosiga ko'ra 2 1 deb beradi, 1 0 ga bersam 0 beradi. Endi shu asosni endi qarayman, asoslari bir xil manda. Ikkisi bir xil. Endi birinchisining asosi bizga x plus 5 katta 2 ning nimasi? 0-si. Bu bizga endi x plus 5 katta 2 ning 0-si 1 ga teng. Endi boyagi holatimizni eslaymiz. Agar mana bu fx bizga jx dan katta bo'ladi, jximiz 1, kichigini biz 0 dan katta, haqiqatdan ham 1 0 dan katta. Bu bizga o'rinli. Buni ishlasak endi x katta
5 ni yo'q o'tkazsam -5, 1 ni qo'ysam -4 dan. Mana bizga x katta -4 dan bo'lar ekan. Buni son o'qiga belgilab qo'ysak, mana -4 bu yoqda, -4 dan katta mana. Bu bizga endi javob -4 dan cheksizlikkacha bo'ladi. Xo'sh, endi misollar ko'rsak yana. Masalan, bizga logaritm masalan 1/2 asosga ko'ra bu yerda bizga x plyusdan 5 katta, masalan bu yerdan 2 berilgan bo'lsin. Endi mana bu 2 ni biz mana buga yozsam qaraymiz, qaranglar. Logaritm 1/2 asosga ko'ra 1/2 ni yozsam, menga bilamiz mana 1 ga teng. Endi nima uchun yozdim? Chunki asosga buni keltirib olishim kerak. Buni endi logaritm 1/2 asosga ko'ra x plus 5 ni yozib olaman. Mana bu 2, mana bu 1/2 ni darajasiga chiqadi. Katta logaritm 1/2 asosga ko'ra 1/2 ning kvadrat ko'rinishida bo'lib qoldi. Mana. Endi buni qarayman, asosi bizga 0-1 oraliqda, 0-1 oraliqda, 1/2 0-1 oraliqda. Endi bizga tengsizlik x plus 5 o'zgaradi. Bizga 1/2 ning nimasi kvadrat? U bizga 1/4 ni beradi. Mana. Endi qarayman, menga kichiga qayga 1/4 x plus 5 dan kichik ekan. Bu holatimizda nima deymiz? X plus 5 ni katta 0 dan deb hisoblayman. Chunki kichigini biz aniqlanish soha olib qo'yishim kerak. O'sha bizga logaritm ko'rsatkichi bizga 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi bu ikkita holatda ishlayman. Bizga bu holatimizda x kichik -19/4 bo'ladi. Bunga esa x katta -5 dan bo'ladi. Xo'sh, endi ikkita tengsizlikni ishlasam, -19/4 bu yerda, -5 bu yoqda ekan. Endi birinchisi -19/4 dan kichik. Mana -5 dan katta. Bizga endi javob bo'ladi. Javob -5 dan ko'rinib turibdi, -19/4 gacha bo'lyapti. Mana bizga javobimiz. Misolimiz ishlama. Xo'sh, endi hozir keyingi misolimizni ko'rsak. Masalan, keyingi misolimiz bizga kelib qolishi mumkin. Masalan, y teng logaritm 2 asosga ko'ra logaritm, masalan 2 asosga ko'ra x plus 5. Bizga aytishi mumkin, shu funksiyani aniqlanish sohasini toping deb qo'yishi mumkin. Biz bilamiz, logaritmni aniqlanish sohasi buni ko'rsatkichi 0 dan katta bo'lishi kerak. Logaritm 2 asosga ko'ra x plus 5 bizga 0 dan katta bo'lishi kerak. Mana katta oldik. Endi bu tengsizlikni yechib olamiz. Bizga mana bu 0 yoniga biz nima deymiz? Logaritm 2 asosga ko'ra 2 deb olaman. Chunki bu 1 deb beradi. Chunki asosga o'xshatib oldim, ko'paytirib. Xo'sh, endi bu yerdan mana bu logaritm 2 asosga ko'ra x plus 5 ni yozib olsam, mana bu 0 endi 2 ni darajasiga chiqadi. Katta logaritm endi 2 asosga ko'ra 2 ning 0-si. Bu yerdan endi x plus 5 tengsizlik asosi, logaritmning asosi 1 dan katta. Endi bu holatga tengsizlik o'zgarmaydi, 2 ning 0-si. Bu yerdan x plus 5 katta 2 ning 0-si 1 ga teng. Qarayman, menga kichiga bizga 1 haqiqatda ham 0 dan katta. Bu holatimiz o'rinli. Endi buni ishlasam, x katta bizga -4 dan bo'ladi. -4 dan katta oladi, bizga -4 dan cheksizlikgacha bo'ladi. Mana bizga tengsizligimiz bajarib ishlandi. Xo'sh,
Endi yana bitta misol ko'rsak, masalan bizga berilgan bo'lsin. Masalan logaritm endi asosi masalan x keyin bu yoqdan x plus 5 katta masalan logaritm x asos ko'ra masalan x ning kvadrati p minusdan 4x berilgan bo'lsin. Mana bu holatimizda ishlashimiz kerak. Xo'sh, buni birinchi navbatda men x ni bilmayman. 0,1 oraliqda yoki o'suvchi yoki kamayuvchini bilaman. Bilmayman. Shu holatimizni birinchi holat x ni men birdan katta deb ishlayman. Birdan katta. Bu holatimizda mana bu ko'rsatkichlarni endi o'zgarmaydi bilamiz. X plus 5 bizga katta, x ning kvadrati minusdan 4x bo'ladi. Tengsizlik o'zgarmaydi. Keyin bizga kichigi qaysi? Mana bu kichikroq. Buni x ning kvadrati minusdan 4x ni endi men katta 0 dan ishlayman. Mana birinchi holatimiz tengsizligi shu holati bilan ishlayman. Xo'sh, ikkinchi holatim. Ikkinchi holatimda endi x ni men 0,1 oraliqda deb ishlayman. Chunki bizga endi tengsizlik o'zgaradi. Xo'sh, endi bu yerdan x plus 5 tengsizlik o'zgarsa, endi bu kichik bo'ladi. Bizga x ning kvadrati minusdan 4x bo'ladi. Endi qarayman. Menga x kvadrat minus 4x x plus 5 dan katta ekan. Bu holatimizda x plus 5 ni nima deyman men? Katta 0 dan deb ishlayman. Mana ikkinchi holatimizda yechilishi shu holatda bo'ladi. Keyin biz logaritmning asosi nima bo'lishi kerak? Mana ana so'qqa olib qo'yamiz. Asosi bizga x katta 0 dan bo'lishi kerak va x teng emas 1 bo'lishi kerak. Shu holatimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi buni ishlasak, birinchi holatimizdan nima chiqadi? Mana buni ishlasam, men x ning kvadrati minusdan 5x minusdan 5 kichik 0 dan bo'ladi. Bundan teskari topsam 25 plusdan 4 ga 20 bu 45 bo'ladi. Buni ham biz 3 izosi 5 ning kvadrat ko'rinishida yozsam bo'ladi. Bunda menga x1 bizga 5 plusdan 3 izosi 5 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi esa x2 5 minusdan 3 izosi 5 taqsim 2 bo'ladi. Xo'sh, keyingisidan 0 turib chiqadi. Buni integral qilib ishlayman. Birinchi uni soddalash integralga qo'ysam, bizga mana bu 5 minusdan 3 izosi 5 taqsim 2, bu yoqdan bizga 5 plusdan 3 izosi 5 taqsim 2 berilgan bo'lsa, mana. Buni integral olaman. Musbat, manfiy, musbat. Bizga kichikroq so'ragan mana bu holat. Endi mana buni ishlasam, bizga bu x chiqarsam x minus 4 bo'ladi. Bu ham katta 0 dan. Xo'sh, endi 0 4 deb belgilayman. Mana bu bizga 5 dan 2 dan kattaroq chiqadi. 2,1 desak, bu 6,3 11,3 11,3 bo'lsa, bu bizga 5 dan kattaroq. 4 mana bu yerda, 4 mana bu yerda 4. 0 esa mana bu joyda, bu bizga manfiy oraliqda bo'laydi. Xo'sh, bunga men integral qilsam, mana bu oraliq, mana musbat, manfiy, musbat qilsam, menga kattaroq bo'lgan mana bu va mana bu. Ko'rinib turibdi, bizga birinchi holatimizdan yechimi 4 dan 5 plusdan 3 izosi 5 taqsim 2 oraliqda bo'libdi. Mana yechimimiz birinchisining javobi shu bo'ladi. Ikkinchi holatimiz. Qarasak, mana bu 0 dan katta, rostdan 0 dan kattaroq bo'lgan x1 ga teng emas. To'g'ri. Bu shartimiz bajarildi. Ikkinchi holatimizni ishlasam. Ikkinchi holatimda mana buni o'tkazib o'rsam, menga x ning kvadrati, xo'sh, buni o'chirib qo'yaylik. Xo'sh, x ning kvadrati minusdan 5x
minusdan 5 endi katta 0 dan bo'ladi. Buni ildizlarini topdim. Buni ildizlari 5 plyusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 va ikkinchi ildizimiz esa 5 minusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 bo'linishda bo'ladi. Xo'sh, mana buni ishlasam menga x katta minus 5 dan bo'ladi. Endi buni ishlasam, interval qo'yib, bizga mana bu minus 5 minusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 yozib olamiz. Minus 5 bu yoqda. Mana minus 5 bu yoqda. Keyin burasi 5 plyusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 ni yozib olamiz. Mana buni interval olamiz, chunki mana bu tengsizlikda ishlashimiz kerak. Mana musbat, manfiy, musbat. Bizga qarasak musbat oraliq. Musbat oraliq mana bu oraliq, mana. Endi keyingisi esa minus 5 dan katta oraliq so'ragan mana. Minus 5 dan katta. Mana bu oraliq, mana. Lekin mana bu yerda 0 dan katta bo'lishi kerak. 0 bu yoqda bo'lsa, mana 0 dan katta, mana. Endi qarasak umumiy yechim bu yerdan 5 plyusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 dan cheksizlikkacha bo'ladi ikkinchi holatimiz. Endi birinchi va ikkinchi holatda bizga bu ikkalasi ham qaraymiz, qaranglar. Umumiy yechim bo'ladi. Mana bu ham bizga umumiy yechim, bu ham yechim bo'ladi. Bularni kesishgan joyi bizga yechim deb olib ketishimiz bu xato. Buni biz ikkalasini umumiylashtiramiz. Mana bizga 4 bu yerdan mana 5 plyusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 bo'ldi. Birinchisi bizga 4 dan 5 ildizi 3 ildizi 5 dan 2. Keyingisi esa 5 plyus 3 ildizi 5 taqsim 2 dan cheksizlikkacha yetgan. Mana bu. Endi bizga umumiy yechim qarayman. 4 dan 5 plyus 3 ildizi 5 taqsim 2 gacha va birlashma 5 plyusdan 3 ildizi 5 taqsim 2 dan cheksizlikkacha bo'ladi. Mana bizga logaritm tengsizlik shunaqa tenglamaganda shu holatda ishlaymiz. Xo'sh, mana men IDC kitobidan bir ikkita misollar yozganman. Shu misollar holatda misollarni ko'ramiz, takrorlash bo'ladi bizga. Xo'sh, masalan, mana logaritm 5 x plus 2 kichik 1 boyagi holatimizga tushadi endi. Logaritm endi 5 asosga ko'ra endi x plus 2 deymanda, mana buni oldiga men logaritm 5 asosga ko'ra 5 ni ko'paytirib olaman, chunki mana bu bizga birga teng. Endi mana bu bir 5 ni darajasiga chiqadi. Kichik logaritm endi 5 asosga ko'ra 5 ning nimasi bo'ladi? Birinchi darajasi bo'ladi. Xo'sh, endi asosga qarayman. Asosimiz bizga 1 dan katta, tengsizlik o'zgarmaydi. X plus 2 kichik, 5 ning birinchisi 5. Endi qarayman. 5 x plus 2 dan katta ekan. Nima qilishim kerak? X plus 2 ni men katta 0 dan qilishim kerak. Chunki kichigini men katta 0 dan deb ishlashim kerak edi. Xo'sh, buni endi x kichik menga 3 chiqadi. Bu yerdan esa x katta minus 2 dan bo'ladi. Buni ishlasam endi integral olib, minus 2 bu yoqda, 3 bu yoqda bo'lsa, birinchisi 3 dan kichik bo'ladi, mana. Keyingisi minus 2 dan katta ekan. Mana bu oraliq. Bu bizga endi javob bo'ladi. Javob minus 2 dan qaygacha? 3 gacha bo'ladi. Mana bizga minus 2 dan 3 gacha degan javob A javobda turgan ekan. Xo'sh, keyingi navbatdagi savolimizni ko'ramiz. Navbatdagi savolimizga logaritm to'rasiga ko'ra 5 plus x kichik 2 dan degan tengsizlikning eng katta va eng kichik butun yechimlarini so'ragan. Bu holatimizga ham
xuddi boyagi misolimizga qanday ishlagan bo'lsak, qoidalar asosida ishlaymiz. 5 plyusdan x kichik 2 dan. 2 ni olaman, logaritm 4 ni ko'paytirib yuboraman, u birda beradi. Xo'sh, bu yerda endi 5 plyusdan yozib olaylik, logaritm 5 plyusdan x kichik, mana bu endi 2 buni darajasiga chiqadi. Logaritm 4 ning kvadrati bo'ladi. Endi asosga qarayman. Asosi menga birdan katta, tengsizlik o'zgarmaydi. 5 plus x kichik 4 ning kvadrati 16 ga kichik, 16 dan kichik ekan. Endi qarayman. 16 dan 5 plus x kichik ekan. Bu nima deyman? X plus 5 ni men katta 0 dan deb ishlayman. Mana bizga shuni o'zi yetarli. Xo'sh, buni ishlasam x kichik 11 dan bo'ladi. Mana buni 5 deb yozsam, bu yerdan bizga x katta minus 5 dan bo'ladi. Mana bizga mana shu tengsizlikni ishlayman. Xo'sh, buni ishlasam, menga minus 5 bu yoqda, minus 5, 11 bu yoqda. Birinchisi minus 5 dan katta, mana bu orali. Keyingisi 11 dan kichik. Mana bu. Bu bizga endi javob hozirchalik biz nimalar so'ragan bo'lsa, uni topamiz. Minus 5 dan 11 gacha. Endi bu yoqni o'qiymiz. Tengsizligi eng katta va eng kichik butun yechimlar yig'indisi. Eng katta butun yechimi bu yoqdan 11 dan oldingi 10 bor. Plus endi eng kichik ildizi minus 5 dan kichikrog'i, biz bu yoqdan minus 4 bor. Butun yechimda, ya'ni shu minus 4 bor. Endi bu yerdan 10 minusdan 4, bu 10 dan 4 desam 6 ga teng bo'lar ekan. Mana javobimiz 6 ekan. Bizga ikkinchi savolimiz javobi 6 bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda logaritm 1 taqsim 3 asos 1 4 katta logaritm 1 taqsim 3 asos x minus 1 tengsizlikni yeching degan. Xo'sh, o'yinaki holatimizga tushadi. Ikkinchi holatimizga, logaritmni ishlagan holatimizga yozdik. Bunga qarayman, asosi bizga 1 taqsim 3 0 1 oralig'ida 0 da 3 ga bo'lsa 0.6 0 1 oralig'ida. Bu holatimizda tengsizlik o'zgaradi. O'zgarsa bizga endi 2x minus 4 endi nima bo'ladi? Mana bu tengsizlik o'zgaradi, kichik bo'ladi, bizga x minus 1 ni beradi. Keyingi aniqlash soha. Endi qarayman. Mana bu x minus 1 menga 2x minus 4 dan katta ekan. Bizga kichigini nima deyishim kerak edi? 2x minus 4 ni ikkinchi holatga asoslanib katta 0 dan deyishim kerak edi. Xo'sh, shuni ishlayman, menga tengsizlik ishlanadi. Bundan bizga x da bu yoqqa o'tkazsam x bo'ladi, 2x x ayriladi. Kichik minus 1, 4 ni yoqqa o'tkazsam plus 4, 4 dan 1 desam 3. X kichik 3 dan 1 ekan. Bu holatimizda esa x katta 2 dan bo'ladi. Mana bu holat ishlaymaydi. Shu tengsizlikni ishlayman, menga javobimiz shu bo'ladi. Bizga 2 bu yoqda, 3 esa bu yoqda. Endi 2 dan birinchi o'rinda 2 dan katta deyapti. Mana keyingisi esa 3 dan kichik. Mana bu holat. Endi bizga javob 2 dan 3 gacha bo'ladi. Bu bizga javobimiz mana D javobda turgan ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda logaritm 2x minus 3 logaritm 3x plus 1 kichik yoki teng 0 tengsizlikni yeching degan ekan. Xo'sh, birinchi navbatda bizga bilamiz, buni ishlashdan oldin har bitta ko'paytiruvchi nima deylik, 0 ga teng deb olib, buni 0 nuqtalarini olib, bunga endi kichik oraliqda intervalga qo'yib, kichik oraliqda olar edik. Xo'sh, bunga ham xuddi o'shanday qilamiz. Buni birinchi holatga, birinchi qavsni ichini logaritm 2x minus 3 ni birinchi holatda 0 ga tenglashtirib ishlab 0 nuqtasini topib olaman. Xo'sh, keyingisi logaritm 3 asosga x plus mana plus 1 ni teng 0 deb buni ishlab olaman. Xo'sh, buni logaritm
2 x teng 3 dan bo'ladi. Buni oldiga logaritm 2 ni ko'paytirib yuborsam, menga mana bu 3 bun darajasiga chiqadi. Bu yerdan endi x teng 2 ning nimasi bo'ladi? Kubi bo'ladi. Bundan bizga teng 8 ga tenglik kelib chiqadi. Keyingisi buni ishlasam, logaritm 3 asosiga ko'ra x teng minus 1 dan bo'ladi. Buni oldiga men logaritm 3 asosiga ko'ra 3 ni ko'paytirib yuborsam, bundan x teng 3 ning minus 1 darajasi bo'ladi. Bu bizga 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Interval olaman. Xo'sh, interval olsam, bizga 1 taqsim 3 bu yerda 1 taqsim 3 javob kiradi. 1 taqsim 3 va bu yerda bizga 8. Endi bu yerdan bizga mana bu orada olsam mana. Xo'sh, mana bu yerda aniqlanish soha olib qo'yamiz. Bizga ko'rsatkichi nima bo'lishi kerak? X 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu yerdan 0 dan katta orada olaman, keyin olib qo'yaylik 0 dan katta. Mana bu oradan kattaroq olishim kerak. Xo'sh, endi 8 dan kattaroq 9 ni qo'yib ko'rsam, bizga 9 2 chiqadi musbat. Bu yerdan esa 9 ni qo'ysam, menga bu ham musbatga bo'ladi. Musbat. Mana bu oralig'imiz bizga musbat bo'lar ekan. Keyingisi 1 taqsim 3 va 8 oraliqdan men 7 ni olsam, bu bizga musbatga teng. Bunga 7 ni olsam esa bu manfiy bo'ladi. Xo'sh, keyingisi esa musbat bo'ladi. Endi bizga nima degan kichik oraliq so'ragan. Kichik oraliqimiz mana bu oraliq. Xo'sh, endi bizga javob bo'ladi 0 dan katta bo'lganligi sababli bu yerdan 0 dan katta oraliq bu yerdan olib ketsa, kesishgan javob bizga 1 taqsim 3 dan 8 gacha bo'ladi. Mana bizga 1 taqsim 3 dan 8 gacha bizga umumiy yechim bo'ladi. Mana javobimiz A javob ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimiz esa logaritm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra shu tenglama berilgan ekan. Shu tenglamani yechishimiz kerak. Xo'sh, mana bu bizga birinchi navbat eslab olaman. Mana bu logaritm yig'imda bo'lsa bilamiz, ko'paytiriladi. Shu shartni bilamiz. 1 taqsim 2 mana bu 6 endi nimani ko'paytirib qoladi? 4x minus 2 ga ko'payib qoladi. Katta, buni ham xuddi o'shanday qilaman. Logaritm 1 taqsim 2 asosiga ko'ra 5 ko'paytirilgan 12 bo'ladi. Endi buni asosiga qarayman. Asosi bizga 0 1 oraliqda, 0 1 oraliqda bo'lsa, bu bizga tengsizlik o'zgaradi. 4x minus 2 bizga kichik bo'ladi. Endi kichik 5 ko'paytirilgan 12 dan bo'ladi. Xo'sh, endi qarayman, kichik oraliqni mana bu turibdi. Buni nima deyman? 6 ko'paytirilgan 4x minus 2 ni men 0 dan katta deb ishlayman. Mana bu shart bajarilsa, bizga tengsizlik ishlanadi. Keyingi shartimiz mana bu 4x minus 2 nima bo'lishi kerak ko'rsatkichimiz? 4x minus 2 ham bizga 0 dan katta bo'lishi kerak. Chunki ko'rsatkichimiz aniqlanish sohasini bilamiz. O'sha shartdan ketyapmiz. Endi ishlayman buni. Buni ishlasam, bu yerdan 6 bilan 12 qisqarib ketadi. Bu 2 ni beradi. 5 kere 2 10, 4x 2 u yoqqa o'tkazsak 12 bo'ladi. 4x kichik 12 dan. Bu yerdan 4x minus 2 katta 0 dan bo'ladi. Chunki 0 6 ga bo'lsa 0, bu 6 bo'lish bo'lsa, bu yerdan 4x katta 2 dan bo'ladi. Buni ishlab chiqsam endi bu yerdan x kichik 3 dan bo'ladi. Bunisi esa x katta 1 taqsim 2 dan bo'ladi. Keyingi oralig'imiz esa x katta 1 taqsim 2 dan bo'ladi ekan. Xo'sh, mana bu shartlarimiz kerak emas ekan, uzr. Yozib ketgan ekan, chunki bir xil ekan mana bu. Shuni o'chirib turaylik. Xo'sh, bu shartimiz hozirchalik kerak emas. Xo'sh, lekin boshqa misollar mana bu yerda yana nimadir kelib qolsa, harfli ifoda kelib qolsa, o'sha tenglamaga oid, buni xuddi shunday qilib ishlab ko'ramiz. Xo'sh, buni
Endi intervalda tasvirlayman. Mana 1 taqsim 2 bu yoqda menga va 3 bu yerda. Birinchisi 1 taqsim 2 dan katta oraliq, mana bu oraliq. Keyingisi 3 dan kichik. Mana bu oraliq. Bu bizga endi javobimiz 1 taqsim 2 degan 0.5, 0.5 dan endi 3 gacha bo'ladi. 0.5 dan 3 gacha bizga javob bo'lar ekan. Bu bizga ko'rinib turibdi. B javobda turgan ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda 4x kvadrat minusdan 4x minusdan 15 logaritm yettasi bir x plus 1 katta 0 tenglama berilgan ekan. Xo'sh, buni birinchi navbatda bilamiz, har bittasini 0 nuqtasini topib olamiz. Shu holatdan ketamiz. Keyin mana bu logaritm x plus 1 dan men bitta aniqlansa olib qo'yaman. Bu 0 dan katta bo'lishi kerak. Bundan x katta minus 1 dan bo'ladi. Bu aniqlanish soha. Tenglamani ishlashda shu bizga katta yordam beradi. Xato qilmaslikka. Endi bularni qolganlarini 0 nuqtadan topib olaman. Mana buni va buni. Xo'sh, 4x kvadrat minusdan 4x minus 15 ni bizga 0 ga teng deb 0 nuqtasi topib olaman. Bundan desimal topsam 16 plusdan bu 250 beradi. Bu 240 ni beradi. Xo'sh, 4 kare 4 16, 15 bo'lsa 240 to'g'ri. 240 ga 16 ni qo'shsam 256, bu bizga 16 ning kvadratiga to'g'ri keladi. Xo'sh, bundan x1 topsam x1 teng 4, plusdan 16 taqsim 2 8. Bu bizga 20 taqsim 8 bo'ladi. Xo'sh, 20 taqsim 8 buni 4 ga bo'lyapsam bo'ladi. 4 ga bo'lsa menga 5 taqsim 2 bo'ladi. Mana birinchisi nuqtasi x1 chiqdi. Ikkinchisi esa 4 minusdan 16 taqsim 8 bo'ladi. Bu bizga minus 12 taqsim 8, 4 ga bo'lyapsam minus 3 taqsim 2 bo'ladi. Mana. Xo'sh. Endi bu holatimiz ishlandi. Endi ikkinchisi logaritm 7 asosga ko'ra x plus 1 ni men 0 ga teng deb ishlayman. Buni logaritm 7 asosga ko'ra 7 ga ko'paytirib olsam, mana bu 7 darajasi bilan 0 daraja chiqadi. Bundan x plus 1 teng 7 ning 0'si 1 ga teng. Bu yerdan x teng 0 kelib chiqar ekan. Endi buni ishlayman. Shu 3 ta birlashtiraman. Bu yerda bizga 5 taqsim 2 yo minus 3 taqsim 2 intervalida olaman. Minus 3 taqsim 2 bu yerda va 5 taqsim 2 bu yerda. Chunki bizga mana bu 0 dan katta qat'iy emas. Endi bu interval olsam mana bu musbat, manfiy, musbat bo'ladi. Xo'sh, endi bizga uzr aytayapman. Mana buni ham olishim kerak, chunki 0 nuqtasi chiqdi, chunki 0 nuqtasi 0 ekan. Bu 0 bizga mana bu oraliqda 0. Men uchalasi o'sha interval olaman. Bu 5 dan kattaroq. Masalan, 10 qo'ysam, 11 bu bizga musbat, keyingisi ham musbat. Bu oralig'imiz musbat ekan. Keyingi oralig'imiz mana bu oralig'da ishlab qo'yishim kerak. Minus 1 dan katta bo'lish aniqlanish sohasi mana bu kerak bizga. Minus 1 dan, minus 1 bu yoq bizga, minus 1 dan bizga katta oraliq. Mana oraliq kerak. Xo'sh, bu yerda musbat, bu yerda manfiy bo'ladi. Bu oradan olsam menga manfiy bo'lib qoladi. Minus olsam bu to'g'ri manfiy bo'lib qolgan. Xo'sh, musbat bo'lib qolgan. Chunki mana bundan ham manfiy chiqadi, mana bu bundan ham manfiy chiqadi, bundan ham manfiy chiqadi, bizga musbat kelinadi, kelasini ko'paytmas. Endi bizga musbat oraliq bo'lgani uchun mana bu oraliq, mana. Endi bizga javobimiz minus 1 dan 0 gacha, qarasak, mana kechgan minus 1 dan 0 gacha va birlashma 5 taqsim 2 dan ko'rinib turibdi, cheksizlikgacha bo'ladi. Bu bizga mana D javobda turgan ekan. Xo'sh. Keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda ilzosi x minus 4 qism logaritm 16 minus x minus 3 katta yoki 0.
tengsizlik nechta butun yechimga ega degan. Xo'sh, birinchi navbatda bizga logaritm ildizosi x minus 4 bilamiz 0 dan katta musbat oraliqda, musbat, bu har doim musbat. Buni tashlab yuboramanda va bizga nima kerak? X minus 4 aniqlan soha kerak. Aniqlan soha x minus 4 nima bo'lishi kerak? 0 dan katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Chunki 0 ga ham teng bo'lishi mumkin. Chunki mana tengsizlik bajarilgan. Xo'sh, buni topsam x katta yoki teng 4 dan bo'ladi. Mana bu shartimiz aniqlan sohasi. Xo'sh, endi pastda bizga mana bunday holat bo'lib qoldi. 1 taqsim logaritm 2 asosga ko'ra 16 minusdan x minusdan 3 katta yoki teng 0 dan bo'lib qoldi. Chunki musbat tepamiz. Mana bu musbat keladi. Musbat baribir musbatga bo'lsa, musbat bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu mahrajimiz nima bo'lishi kerak? Logaritm 2 asosga ko'ra 16 minus x minusdan 3 bizga katta 0 dan bo'lishi kerak. Agar 0 ga teng bo'lib qolsa, mahrajimiz 0 ga teng bo'lmasligi kerak edi. Shu shartdan foydalanib ketamiz. Xo'sh, buni ishlasam endi. Logaritm 2 asosga ko'ra 16 minus x ni yozib olsam, 3 u yoqda o'tsa plus 3. Buni oldiga nima deyman? Logaritm 2 asosga ko'ra 2 deb yozib olaman. Bu yerda endi 16 minusdan x tengsizlik o'zgarmaydi, chunki mana bu birdan katta asosi bizga katta 2 ning ko'p bo'ladi. Bu degani 8 ga teng. Buni x topib olsam, x bu yoqda o'tkazib olsam, x ni x kichik bo'ladi. 8 bu yoqqa o'tsa minus 8, 16 dan 8 etsam 8 bo'ladi. Mana. Qarayman, mana bu bizga kichikroq 2 dan 2 ning ko'pi 8, haqiqatan 8 0 dan katta. Bu shartimiz bajariladi. Bu mana bizga tengsizlik x kichik 8 ekan. Xo'sh, endi ikkita shartni, ikkita oraliqni men birlashtiraman. Birinchi oralim 4 bo'lgan ekan, mana 4. Keyin oralim menga 8 ekan. 8 javob kirmaydi. Endi bizga birinchisi 4 dan katta degan, 4 dan katta mana bu oraliq. Keyingi oralim esa 8 dan kichik degan. Mana bu oraliq bizga. Bu bizga 4 u 8 oraliqdagi javoblar bo'lar ekan. 4 javob kiradi. Endi bizga mana tengsizlik nechta butun yechimga ega? Tengsizlik butun yechimlarni yozamiz. 4, 5, 6 va 7. Bu bizga 4 ta yechimga ega ekan. Bu bizga B javob bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda shu funksiya berilgan ekan. Funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli eng katta va eng kichik butun sonlar ayirmasini so'ragan. Bilamiz, ildizdan bizga aniqlanish soha ildiz ichi har doim 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Shu shartda foydalanamiz. Logaritm yozib olaman. X minus 1 asos ko'ra 13 minusdan 2 nima bo'lishi kerak? Minus 1 katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Chunki aniqlanish soha shu shart bajarish kerak. Xo'sh, endi mana bu logaritm x minus 1 ni yozib olaman. X minus 1. Bu yerdan bizga 13 minus 2x 1 ni yo'q o'tkazsam katta yoki teng 1 dan bo'ladi. Buni oldiga men endi logaritm x minus 1 asosga ko'ra x minus 1 ni ko'paytirib yuboraman. Bu yerdan yozib olaman yana bir marta. Logaritm x minus 1 asosga ko'ra 13 minusdan 2x katta yoki teng logaritm endi x minus 1 asosga ko'ra x minus 1 ning birinchi darajasi bizga x minus 1 ga teng, chunki mana bu 1 buni darajasiga chiqadi. Xo'sh, endi boyagi misolimizni ishladik. Boshida ishlagan misolimizga o'xshab ketadi. Birinchi biz ikkita holatda ishlaymiz, chunki bizga asosi noma'lum x qatnashgan. Buni mana bu yerdan yozaman. Birinchi holat deyman. Birinchi hol bizga asosimizni x minus 1 dan nima deyman? Katta 1 dan deyman. Katta 1 dan deb ishlasam, bu yerdan bizga logaritm endi mana buni tashlab yuboraman. Chunki bizga 1 dan katta bo'lsa tengsizlik o'zgarmaydi. Shu holatimizda qoladi. Buni yozib olsam hozir. Xo'sh, bizga
birinchisining ko'rsatkichi 13 minusdan 2x katta yoki teng tezlik o'zgarmaydi x minus 1 dan bo'ladi. Mana birinchi holatini. Endi bizga 13 minus 2x x minus 1 dan katta ekan. Biz nima deymiz? Kichigini x minus 1 dan nima deb olishim kerak? Katta 0 dan deb olishim kerak. Mana bu bizga birinchi holatimiz. Mana bu ham bizga qo'shmamiz x minus 1 bo'lishi kerak, katta 1 dan bo'lishi kerak. Shu 3 ta holatda 3 ta shartni bajarib ishlayman. Bu birinchi holatimizga misol bo'ladi. Endi ikkinchi holatni ham yozib qo'yaman bu yerdan. Uni ham ishlayman. Ikkinchi holat deyman. Ikkinchi hol. Endi bizga ikkinchi holatimiz x minus 1 nima bo'lishi kerak? 0 1 oralig'ida bo'lishi kerak. X minus 1 0 1 oralig'ida bo'lishi kerak. Va endi 0 1 oralig'ida bo'lsa bizga ko'rsatkichlar yoziladi. Endi tengsizliklar o'zgaradi. Kichik yoki teng x minus 1 dan bo'lib qoladi. 13 minus 2x ekan. Xo'sh, endi bizga endi kichigi mana bo'lib qoldimi? 13. Endi 13 minus 2x nima deb olaman? Katta 0 dan emas, kichigi bizga katta bo'lishi kerak. Bundan katta bo'lishi aniq hisob qo'yaman. Endi mana bu ham bizga ikkita holat bo'ladi. X minus 1 birinchi holatimizga mana 0 dan katta. 0 dan katta bo'lishi kerak. Keyingi holatimda mana x minus 1 bizga kichik 1 dan bo'lishi kerak. Mana bu bizga 3 ta holatda, 4 ta holat, 4 ta shart bajarib ishlayman. O'shani endi ikkita holatni birlashtirib qo'ysam, menga javob bo'ladi. Xo'sh. Endi birinchi holatimni ishlab chiqsam, mana bu 2x x bu yoqqa o'tkazsam minus x bo'ladi. Bu bizga minus 3x beradi. Minus 3x. Xo'sh. Minus 3x endi katta yoki teng minus 1. Mana bu 13 bu yoqqa o'tsa minus 13 minus 14 dan bo'ladi. Mana keyingi holatim menga x katta 1 dan bo'ladi, keyingisi esa x katta 2 dan bo'ladi mana bu. Mana endi bunga bo'lish qilib o'tkazsam, xo'sh. Buni bo'lish qilib o'tkazsam x kichik yoki teng 14 taqsim 3, keyingisi x katta 1 dan va x katta 2 dan. Mana buni ishlab qo'ysam, e'tiborga olib 1 bizga bu yoqda, keyin 2, keyin 14 taqsim 13 keladi. Birinchisi 14 taqsim 3 dan kichik oraliq, mana bu oraliq. Keyingisi esa 1 dan katta degan. Keyingisi esa 2 dan katta. Qarasangiz bizga umumiy yechim bizga 2 dan 14 taqsim 3 gacha bo'lyapti. Umumiy keskin joy mana bu olib bo'ladi. Bu bizga 14 taqsim 3 kirmaydi, 2 ham kirmaydi. Birinchi holatimiz yechimi shu bo'ldi mana. X ni men bu yoqqa o'tkazsam minus 3x bo'ladi. Kichik yoki teng endi 13 bu yoqqa o'tkazsam minus 13, minus 1 ga 13 qo'ysam minus 14 bo'ladi. Kichik 3 dan bo'ladi. Keyingisi x katta 1 dan va keyingisi x kichik 2 dan bo'lib qoladi. Mana endi shuni ishlayman. Endi buni ishlasam x katta yoki teng 14 taqsim 3 dan bo'ladi birinchisi. Keyingisi x kichik 13 taqsim 2 dan, keyingisi x katta 1 dan va x kichik 2 dan. Buni e'tiborga olib ishlasam, xo'sh. E'tibor olsam, mana bizga eng kichigi hozirchalik 1 deb yozaman 1, keyin 2, keyin 13 taqsim 2 bizga 6,5, 13 taqsim 2 6,5, bunisi 13 taqsim 14 taqsim 3 esa 4,6 chiqadi. Bizga 14 taqsim 3 ga keyingisi
keyingisi esa 13 taqsim 2. Birinchi oralig'ida menga 14 taqsim 3 dan katta deyapti. Mana bu oralig'. Mana. Keyingisi aytibdi 13 taqsim 2 dan kichik. Mana. Kichik. Keyingisida 1 dan katta degan. Mana 1 dan katta. Hozir qarasang mana bu hozircha kechganda. Keyingisida esa 2 dan kichik. 2 dan kichik oralig' bizga mana bu oralig'. Qarasak bizga kesgan joy, umumiy kesgan joy yo'q. Bizga ikkinchisi javobi. Chunki mana bu ikkita kesgan joy. Mana bu yerda bizga bitta, ikkita, bu yerda 3 ta kesishyapti. Bu yerda esa bitta, ikkita, bu yerda ham 3 ta kesishayotgan ekan. Xo'sh, bizga bundan javob chiqadi 1 dan 2 gacha va birlashma 14 taqsim 3 dan bunisi 13 taqsim 2 gacha bo'ladi. Xo'sh, endi ikkita holatimizni endi birlashtiramiz umumiy yechim qilib. Birlashirsam. Xo'sh, 1 mana bu yerda 1 keyin 2 keladi. Keyin bizga 14 taqsim 3, keyingisida esa 13 taqsim 2. Birinchisi biz 2 dan 14 taqsim 3 gacha degan mana bu oralig'. Keyingisida bizga 1 dan 2 gacha degan 1 dan 2 gacha mana bu. Mana. Keyingisi esa 14 taqsim 3 dan 13 taqsim 2 gacha degan. Mana. Bizga kesgan joyi yo'qda bir javob mushtiqlanib ketishi bu xato ish. Buni biz ikkita holatdan bizga javob bo'ladi. 1 dan 2 gacha birlashma 2 dan 14 taqsim 3 gacha va 14 taqsim 3 dan mana 13 taqsim 2 gacha bo'ladi. Bizga shu javob bo'ldi. Endi buni bizga nima so'raganini ko'ramiz. Bizga funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli eng katta va eng kichik butun sonlar ayirmasi. Eng katta va eng kichik. Eng katta va eng kichik butun yechimini so'ragan. Bu yerda bizga mana bu eng katta yechimi 14 taqsim 3 deganimiz bizga bu 4,6 beradi. Bunisi esa 13 taqsim 2 degan 6,5 ga teng. Bulardan eng katta yechimi bizga maksimal yechimi bizga 6. Eng kichik yechimi esa 1 va 2 borada yechimi yo'q. Bunisi 4,6 ga teng. 2 va 4,6 oraliqdan bu yerdan bizga eng kichik minimal qiymati 3 bor. Chunki 2 dan katta va 4,6 dan kichik oraliqda 3 bor. Endi bularda ayirmasini so'ragan. Max bilan minimal ayirmasi bizga 6 dan 3 ni ayirib tashlasak 2 ga teng bo'lar ekan. Mana bizga javobimiz 2 bo'lar ekan. 6 dan 3 aytsam 3 bo'ladi. Uzr. Xo'sh, teng 3 bo'ladi. Mana bizga javobimiz 3 bo'lar ekan. Bu bizga qarasak C javobda turgan ekan. C javobi sona. Shu holatdagi tegramalar logaritmlar shunaqa tarzda ishlanadi. Agar asosi noma'lum bo'lsa, birinchi holatimizda 1 dan katta deb olamiz va keyingi holatimizda ikkita holat bo'lib ishlaydi bu. Ikkinchi holatimizni bir holatda deb olamiz. Bizda keyin ikkita holatimizni mana birlashtirib oldik. Bizga endi ayirma so'ragan uchun 6 dan 3 tashlasak 3 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Shuning bilan darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lsin.